choyni baqillatib beringchi. Mo miyada bo'layotgan maylis chachib beray. Dadasi, shunaqa ham chiroyli choy ichasiz. Mana choy ichishlaringizga tugaymanda. Ota, rostami? Qara yomon unda. Voy dadasi, shunaqa ham shirin bola bo'lasizmi? Mahalladagi qizlar orqangizdan tappa tashlashaveradi. Gapga borsam-chi, eringiz qanaqa atir ishlatadi, ayting deyshadi. Sizdan faxrlanaman dadasi. Men atirlarni so'zim qara, o'zim boraman. Voy. 10 minut toqat baqalajon bo'lib pishadi, tushundingmi? Yeveraverasiz. Dadasi, siz ovqatchi mo'tab tashlaysiz. Sizni ovqatingizdan ayam bir chili berib bor deyapti dadasi. Birchini berib bor deyaptimi qaynam? Qozoni bilan beraman. Men kuymayman, men so'rayman. Men yana ovqat qilib, to'ylarda ovqat qilib beraymi? Voy, nimcha shorillatib beymandan betam sunik ichasiz? 6 oy oldin ham rasul choy ichardim men. Voy, nimcha sassiq atir sepasiz? Mahalladagilar ham bir ham sassiq atir sepadi deyshadi-ey sizni. Qo'l sepmaysiz, asamang. Va menga qara, 2 qat bo'lmasindan oldin rasul shirin atir sepasiz deb makkaga zo'ding-ku. Ovqat siz qilyapsizmi? Qilmay ovqat, hidi ham ko'nglim aynib ketyapti. Bir shirinroq ovqat qilsangiz ham mayli-ya. Akalar, buni uylanmaganlar tushunmaydi. Uylanganlar juda yaxshi tushunadi-da. Necha qiyin-u, lekin gashti bo'laga. Ovozingizni o'chiring. Mana shunaqa paytda shepan bo'lib olishadi.